Aziz teleradio tomoshabinlari, sizlar bilan butun galaktikada mashhur bo'lgan svarshik nomer 1 va bugun bizada soqqali ish azli. Soqqali ish bugun bizada mana bunaqa mototsikl ramasi kelgan Instagramdagi obunachimizdan kichkinagina yamasi bor ekan. Mana shu yamani to'ldirib, radnoy qilib chiqarib yuborish kerak ekan. Kuzatishda davom etinglar jigarlar. Eng uzun bo'lish shart ishlayotganimizda, chunki argonli svarka o'zidan juda ham yaxshigina radiatsiya chiqaradi. Sog'lig'imiz birinchi o'rinda. Pul o'z o'rnida, sog'lig'imiz birinchi o'rinda jigarlar. Pulni topadigan o'zimiz, to'g'rimi? Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz. Xo'sh, ishimizni boshlaymiz. Albatta jigarlar, KU apparatida. KU brendi bugungi kunda Xitoyda eng oldi apparatlardan biri ekan. KU apparatimiz 20 ta litsenziyaga ega apparat, 20 ta litsenziyaga ega va Xitoyda deyman. KU apparatimiz butun dunyoda nechinchi eng zo'r 10 tali apparatga kiradi. Biz esa ishimizni boshlaymiz jigarlar. Xo'sh jigarlar, svarkani tugatdik, endi ijod bilan shug'ullanamiz. Xo'sh jigarlar, ishimiz bitta, qiyshiqligi ketdi. Necha pul deb o'ylaysizlar mana shu ishga? Mana shu ishingizga necha pul olgan bo'lardinglar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Taxmin qilib ko'ringlar, necha pul oldim mana shu ishimga? Albatta, svarshik nomer 1ligim esingizdan chiqmasin. Svarshik nomer 1lar kichkina pulga ishlamaydi. Bu mototsiklimiz, katta bolalarning mototsiklini ramasi. Mototsikl agar markasini, qanaqa mototsiklligini topa olsanglar, vobshe 5 ketaman jigarlar. Shofimiz mana bunaqa chiqdi. Qiyshiqlarni to'g'irladik, kirib ketganda svarkalab, to'g'irlab, zavodskoy qilib berdik. Qalay chiqdi? Joninglar sog' bo'lsin, sizlar bilan svarshik nomer 1 bo'ldi. Hammaga goodbye do'stlar. Joninglar sog' bo'lsin. Baho berishni unutmanglar. Necha baho berasizlar va alyumin svarka boyagi qiyshiqligi bilan hozirgina solishtirib ko'rasizlar albatta. Ko'rdinglarmi? Ketdi hammasi. To'ppa-to'g'ri zavodskoy qilib berdi jigarlar. Xuddi hech qachon bukilmagandek bo'lib qoldi. Va albatta mana shunaqa alyumin svarka qilishlarni, umuman argonda ishlashni o'rganmoqchimisizlar? Bizlarning kurslarga yozilish esdan chiqmasin. Joninglar sog' bo'lsin.